Uyg'urlarni bostirish siyosatini tanqid qilgan Xitoy amaldori jazolandi. 28 dekabr The Daily Caller to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'urlarni bostirish siyosatini tanqid qilgan Xitoy amaldori Jang Xaytovga hukumatni og'dirish, josuslik qilish tuhmati bilan 19 yil qamoq jazosi berganligi oshkorlandi. Yaqinda Amerikaga chiqqan Jang Xaytovning ayoli Li Peng Amerika muxbiriga erining ahvolining xatarlik ekanligini aytish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonni soqchi davlatiga aylantirib bo'lganligini, erining Uyg'urlarni qattiq bostirish siyosati Uyg'urlarda asabiylikni qo'zg'atishi mumkin deganligi uchunla hukumatni og'dirish, josuslik qilish tuhmati bilan 19 yil qamoqqa hukm qilinganligini oshkorlagan. Amerika prezidenti Trump Xitoyni aybladi. 29 dekabr Qrim agentligi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, prezident Donald Trump Twitterda tarqatgan bir uchurda Xitoyni ayblab, dalil isbot bilan tutulding. Xitoyning Shimoliy Koreyaga neft setishga ruxsat qilganligidan intayin umidsizlandim. Bu ahvol davom qilsa, Xitoy bilan Shimoliy Koreya masalasini do'stlarcha hal qilg'ili bo'lmaydi deganlarni bildirdi. Xitoy 53 davlat fuqarolariga cheklik vaqt ichida vizasiz sayohat qilish siyosatini yo'lga qo'ydi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy 53 davlatning fuqarolari Beijing, Tianjin va Xebey shaharlarini eng ko'p bo'lganda 6 kun vizasiz sayohat qila oladiganligini, biroq bu kishilar cho'qim mazkur belgilangan shaharlarning biridan kelishi kerakligini jakarladi. 53 davlat orasida Amerika, Kanada, Angliya, Avstraliya, Argentina, Meksika va Chili qatorliq davlatlar bor bo'lib, Turkiya ularning orasida yo'q. Turkiya bilan Rossiya S-400 sistemalari savdosiga imzo qo'ymoqchi. Yangi Akit gazeti xabarida ma'lum bo'lishicha, Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'an Afrika ziyaratidan qaytish safarida so'z qilib, Rossiyadan setib olinadigan S-400 havo mudofaa sistemalarini setib olish ishlarining intayin yaxshi yurishayotganligini, mudofaa sanoatida S-400 sistemalariga munosabatli qadamlarni tashlaganligini, Rus hay'ati yaqinda qarz kelishimi uchun Anqaraga kelib, kelishimga imzo qo'ydiganligini bildirdi. Paris qo'ltiqi vaziyati muzokara qilindi. Qrim agentligi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Qatar davlat mudofaa ministrligi Amerika bilan Qatar davlat mudofaa ministrlarining telefon suhbati haqida bayonot berib, Amerika davlat mudofaa ministri Mattisning Qatar davlat mudofaa ministri Al-Atiyaga telefon qilganligi va ikki rahbarning Paris qo'ltiqining navbatdagi vaziyatini muzokara qilganligi, harbiy va mudofaa sohasidagi munosabatlari bilan bularni hozirgi saviyadan taraqqiy qildirish yo'llari ustida fikr almashtirilganligini bildirdi.